Mana bu narsani ko'ryapsizlarmi dumaloq? Bu juda ham muhim narsa, hozir sizlarga aytib beraman. Buni menimcha o'ylaymanki, ko'pchilik o'zingizlar ko'rmaydi, lekin bittasi menga keldida, homiladormiz, Zulayho opa, avvalgi farzandimni chanoq son bo'g'imini boshchasi yo'q, ya'ni golovkasi yo'q, bolam nogiron. Shuning uchun bu nogironlikka olib keladi, bu bo'lmasa-da. Nogiron endi 17-18 yoshlarida keyin temir qo'ydirib operatsiya qildiramiz deyishyapti. Ungacha bola mana shunaqangi nogironlik holatida bo'ladi va bu bola uchun ham juda ham katta stress bo'ladi. Bu farzandimda ham shu chanoq son bo'g'imni boshchasi bormi deb kelganlar, mana ko'rsatib berdim. Bu narsani aniqlasa bo'ladi oyijonlar. Hop, mana kichkina srokdan, hattoki 20 haftalikdan mana shu chanoq son bo'g'imni boshchasini bolalarda aniqlasa bo'ladi. Ularga ko'rsatib berdim. Bu ikkita boshchasi ham bor. Oysa xavotir olmang. Endi bunaqa qiyinchiliklar sizda bo'lmaydi deb aytdim va ko'ngillari xotirjam bo'lib ketdilar. Shunaqa, bu juda ham muhim oyijonlar. Kimni boshiga tushgan bo'lsa, buni biladi.